Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Tövende sizlerle bir qancha doktorlarni ortaklaşmakçıyım. Tönegün Dünya Hukuku'nun reisi liderimiz Rabia Kadir Hanım Gollandiyada açılmakçı bo'lgan Ali Kengeş bilan favqulodda qurultayni birlashtirishdan iborat bir chaqiriqni, samimiy bir chaqiriqni o'tirib qo'yibdi. Bu haqiqatan bir rahbarga mos keladigan samimiy bir chaqiriq. Bununla elbette hemimiz ovoz qo'shishimiz kerak bo'lgan bir dana fikir. Ama bu ne? Keşke Ali Kengeş chaqirishga 8 gün qolganda emas, mushu Dünya Qurultayı içinde yüz bergan kriz başlangan vaqtda ve onundan keyin en azından bir ay, bir yarım ay ilgili mushundaq bir fikir, chaqiriq o'tirib qo'yilgan bo'lsa, bu texmi yaxshi, texmi qanoatlanarli bo'lgan bo'ladi. Bugun bu Ali Kengeşni açıdığanga 8 gün kaldı. 8 günün içinde Dünya Qurultayının favqulodda qurultayını chaqirish vaqt jihatdan, reallik jihatdan mumkin bo'lmaydigan bir hadise. Çünkü Dünya Qurultayidek xalqarалық bir teşkilatның 8 gün içinde bir qurultay chaqirib, onun içindeki meselelerini hal qilish, saylam berish, nizamnamalarni tuzish, kirgizish, yani tayyorliksiz elib berilgan bir qurultay bo'ladi. Onun qurultay yani meselelerini hal qila oladigan bir qurultay bo'lanmaydi. Şu sebepten hazır bu qurultayni Ali Kengeşni açıdığanga 8 gün kaldı. Ama Dünya Qurultayı mening bilishimcha daimiy komitetining mutlaq ko'p sondagi a'zolari hozirgacha bir taklifnoma olgani yo'q. Masalan, men Dünya Qurultayının baş katibi, hatta şu tayyorlik komitetining Ali Kengeş tayyorlik komitetining bir a'zosi bo'lgan bo'lsam-mu, ama hozirgacha men bir chaqiriq olganim yo'q. Ama oylar ilgari bu chaqiriq Türkiye'ye, dünyanın başka yerlerdeki başka vatandaşlara yetip bağlan. Demek bundaq bir şaraitin yüzüde bu Ali Kengeş bilan qurultayni birga echish reallikdan chekmagan bir chaqiriq, ama alijanab bir chaqiriq. Hem ikinci mesele, bu favqulodda qurultay meselesi haqida bazı tushunchalarni berish to'g'ri keladi. Bu favqulodda qurultay qandaqdir tuyuqsiz bir yerdan paydo bo'lib qolgan narsa emas. Bu xabaringlar bo'lganidek 5. ayning 23. günsi Dünya Qurultayı Tadqiqot Merkezi'nin müdürü Doktor Erkin Ekrem bilen muavin reisimiz Ömer Kanat'ın vazifesinden elip taşlanğanlığı münasibetle başlangan bir kriz. Aslında bunu bir kriz işkin bulmaydı. Teşkilatlar içinde ondak hadisler buludu, ama bunu teşkilatların içinde iki kısımda meselelerini tekşürüp hal qilish mümkün. Ama bunu bazı insanlar sebeplik ya maksatlik ya maksatsiz torbetlerge, sosyal medyalara çıkış arkalık bu bir kriz yaratıldı. Bu kriz çıkandan keyin reisimiz Rabia Kadir Hanım bu krizni hal qilish için bir teklif layihasi sundu. 2 maddelik bir teklif layihasi sundu. Bu layihaning birincisi de ayrım teşkilat kurup çıkıp ketish, ikinci layihasi de favqulodda qurultay chaqirish. Hiç kim Dünya Qurultayı parçalaşını xalamaydi. Hiç kim ayrım bölgünçilik qilishni xalamaydi. Bunun için biz Dünya Qurultayının rehberleri Rabia Kadir Hanım'ın bu teklifini müzakere qilib, en ahırda B layihasini, yani favqulodda qurultay chaqirib bu krizni hal qilish layihasini qo'shildi. Endi bu Ali Kengeş etish meselesi 4. ayning 5'ida Dünya Qurultayı daimiy komiteti a'zolarining qatnashishidan elingan bir karar. Biz bu karar elinganda bütün kuchimizdan bu Ali Kengeşni etish uchun harakat boshlagan. O vaqt o'tirdi, kriz yo'qdi. Her iş normaldi, ama aradan bir ay, bir yarım ay o'tgan vaqtda tuyuqsiz bir kriz çıktı. Demek bu kriz davom qilayotgan vaqtimizda bir Ali Kengeş etish, bu orqali vatan millat munosabat masalalarini sog'lom muzokara qilish, bunun imkoniyati bo'lmaganligi sababidan 6. ayning 11. günsi Rabia Hanım'ın riyosetchiligida Dünya Qurultayı daimiy komitetining yig'in chaqirildi. 15 kishi qatnashdi. Bu yerda 4 kishi bu daimiy Ali Kengeşni davom qildirish fikrida turdi. Qolgan 11 kishi bu Ali Kengeşni aql surish, oldilar Dünya Qurultayidagi mavjud problemni hal qilish ve xalqimizga ishonch berish, Dünya Qurultayının xalqimiz qalbida biraz zedlangan obrazni qayta tiklash, onun için aslaq bu qurultayning Ali Kengeşning texmi foydali bo'ladiganligi o'tirib qo'yildi. Ama kararni e'lon qilish meselesinde bir qancha kun yana o'yinish to'g'ri keldi. Ondan keyin 6. ayning 22. günsi 2. qatimliq daimiy komiteti chaqirildi. Bunun 14 adam qatnashdi. 14 adamdan 13'ü
bu kararını Ali Kengeşini amaldan kechiktirish ve favqulodda qurultay chaqirish, Rabia Xonimning taklifini qabul qilish qarori qabul qilindi. Shu munosabat bilan favqulodda qurultay chaqirish masalasi o'tirg'i chiqdi. Ya'ni bu yerda demoqchi o'g'limiz bu boshqa yerdan paydo bo'lib qolgan tuyuqsiz bir narsa emas, balkim Rabia Xonimning o'zining taklifiga asosan elingan bir qaror. Endi bu yerda yana bir masala bor. Şimdi Dünya Kurultayı içinde bu krizler çıkandan keyin bizning masalamiz Dünya Kurultayı xalqaro bir tashkilot, Germaniyada engelingan bir tashkilot. Bunda bo'lgandan keyin bizning qo'limizga mundaq bir agalandirish xatlari keldi. Advokatlarimizdan, do'stlarimizdan Dünya Kurultayıning qurilish maqsadlaridan uzoqlashib ketgan ba'zi nizomnoma xilof harakatlarning bo'layotganligi haqida agalandirish xatlari oldik. Demak, bu narsalarning hammasini tamoman hal qilish uchun bu favqulodda qurultay chaqirish zaruriyat tug'ildi. Endi uchinchi masala, biz ko'pchilikning diqqat taqdim qilganimiz. Biz bu qurultay yuqorida o'tgandagidek favqulodda qurultay chaqirish masalasi Rabia Xonimning raisimizning taklifi bilan elingan bir qaror bo'lsa-mu, ama bazı insanlarımız torbetlerdə, WhatsApp'larda bizni avtonomiyaçı bilen, bölgünçülük bilen, hatta münafıqlık bilen her xil şekilde qaralaşlarga, haqaretleşlerge uçurdu. Şunu dep qo'yishdan uygun ko'raman. Biz sepi üzüden vatanperver ve milletçi, müstakilci. Hiç kim bizge avtonomiya deydigan bu qalpaqni kiydirishga tirishmasin. Shaxsan men 17 yosh vaqtimdan boshlab Sharq Turkistonda 1985-yili Zimiston qishi boshlagan ashu namoyishda bir askar bo'lib ko'chaga chiqqan Xitoyga qarshi. 88-yili 6-oyning 15-kunisi pish-pish issiqda Temuzda ko'chaga chiqqan Xitoy hukumatiga qarshi ikkinchi qatimliq namoyishni boshlatgan necha ming o'quvchi aqamga ergishib bu namoyishni qilgan. Bazı insanlar oynab qalgan o'xshaydi. Xuddi chet elga chiqib, Endining pulidan keyin inqilobchi bo'lgan. Bugun Xitoy meni butun dunyoda tutish bo'yiga chiqaryotdi. Terrorist deb e'lon qilyotdi. Interpol tutish buyruqlari va qo'limda German pasporti bo'lishiga qaramay, dunyoda nurg'ulg'an davlatlarga borolmaymiz. Buning bedeli avtonomiyachi bo'lmiz kerak herhalde. Bu fidakarlıklarını, bu bedellerini töleş bedeliga avtonomiya elish bizning maqsadimiz bo'lmasa kerak herhalde. Shunga biraz vicdanimizdan gapirish to'g'ri keladi. Yana bir mesele haqorat, shikoyat, ojizlikning alomati. Biz hech kimga haqorat qilmadik, ammo ba'zi qarindoshlarimiz hayajonga berilib bizga haqoratlar qilyapti. Yaqinda WhatsApp gruplarida Putinning 5-i München'da yani München, Germaniyanın München şehri Putinning haqoratning, bölgünçülükning, münafıqlıqning merkezi deganda gaplarni taqib yuribdi. Biroq qo'limizni vicdanimizni qo'yib boqaylik. Dünya Kurultayıning merkezi bo'lgan bu Germaniya va bu Germaniyadagi qarindoshlarimiz bugun Dünya Kurultayı mavjud bo'lgan bo'lsa, mushu Germaniyadagi qarindoshlarimizning moddiy va ma'naviy fidokorligi bilan oyoq tutgan. Bugungi davomlashtirib kelgan. Germaniya inqilobning merkezi, Dünya Kurultayıning merkezi, G'arb dunyodagi da'voning merkezi, hargiz Putinning merkezi emas. Tunji qatim 1990-yili G'arb dunyosida Yevropa Sharq Turkiston birligi mushu Germaniyada München'da qurilgan. 1996-yili Dünya Uyg'ur yoshlar qurultiyi mushu München'da qurilgan. 1999-yili Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultiyi dal mushu München'da qurilgan. 2004-yili Dünya Uyg'ur qurultiyi dal mushu München'da qurilgan. Demak, bugun München G'arb dunyosidagi muajiratdagi Sharq Turkiston davosining merkezi. Shunga bu München'da mushu faoliyatlarning, mushu davoning merkezi bo'lib turishiga mushu Germaniyadagi qarindoshlarimiz, mushadagi vatanparvarlarimiz, ba'zilar atagandek atalmış pixorlar va yoki bölgünçiler emas, shular birlikçi, vatanparvar ve milletperver bo'lganligi uchun bugun mushu davoning merkezi bo'lib keldi. Shunga bu masalaga kelgan vaqtimizda bütün qarindoshlarimizni vicdanimizdan qo'limizni qo'yib turib, param qilishni arzu qilamiz. Eng oxirida men bu yerda rahbarimiz, raisimiz Rabia Xonimni 8-oyning 25-27-kunisi München'da o'tkazilgan. O'zining talebi bilan o'tirg'i chiqqan mushu favqulodda qurultayga
qatnashishni to'liq arzu qilamiz. Biz Rabia Hanım bizning reisimiz, bizning liderimiz. Reis teşkilatların reisi 3 yılda, 4 yılda, 2 yılda alınışı mümkün. Ama lider o mengülük buldu. Bir milletke lider 50 yılda, 100 yılda bir ketim keldi. Biz Rabia Hanım'ni milli davanımızdan ebedi lider kılışını halayımız. Rabia Hanım'ni herkes mi başkula aksu ötürülüp 3-4 yıllık reis kılıp onun deyinki uzutup koyduğun şekilde emez. Biz Rabia Hanım'ni mengü milli davayımızdan lideri bu, kişilişini arzu kılımız, bizden gayemiz bu. Bu cihetteki işençimiz ve arzuyumuz şu. Ben en ahır şunu işlemen ki reisimiz, adımız Rabia Hanım, siz 2005 yılı teki dünya kurulduğu reis bulmağa vaktinizde muşu işhanıda, muşu müyünhında sizge dünya kurulduğunun rehberleri, Uygur halkının manevi anisi, Uygur milli hareketinin rehberi, lideri diye namını müşahede belge. Ve şunun dinkin siz bugün öksüzü dep atıgan, başkalar onu bölgünçü, hıyanetçi, münafık dep ataptı ama siz ne çıraylı şekilde öksüzü dep atapsınız, siz köp rahmet. Siz atıgan öksüzçiler, ameliyat öksüzçiler emez, siz turmudun çıkıştın burun, resimlerinizden boyunları esip, Rabia Kadir erkillikte, bugün hut diye ilan doktor erkillikte vakrıgan, sizin dünyaya konutkan insanlar. Ve siz çıkkandan keyin etrafınızda pervanı bulup, siz atıgan 11-13 generalım deydiniz. Sizin şu generalınız bulup, şu davanı dünyaya konutkan insanlar. Bugün yani sizni liderimizde bilimiz ve şu kurultayda yani sizin liderde üstümüzde görüşlü halayınız. Şunun en ahırda ben yurttaşlarımızga şunu deymen ki 8. ayının 25'i 27'si bulunduğun bu kurultayını biz Rabia Hanım bilen kol kol tutuşup muşu müyünhünde Xitayga ecellik zerb bereleydigan dostumuzni küt bereleydigan bir kurultay qilib xatim berimiz. Çok rahmet.